Hurmatli do'stlar, uylarga perela qildirmoqchisizlar, lekin kimga murojaat qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, men sizlarga Toshkent shahridagi shunday Shoshtepaning yonida joylashgan Abduvohid akamning showroomiga taklif qilaman. Bu yoqda e'tibor bersanglar, nerjavekali, temirli, tunikali, undan tashqari mana bunaqa oynali perelalarni topsanglar bo'ladi. Zakazga chiroyli qilib uylarga o'lchab qilib beradi, hurmatli do'stlar. Hozir men sizlarga bularni 1 metri necha puldan aylanyapti, dizayni o'zgarsa puliga ta'sir qiladimi? Hamma savollarga ma'lumot olib beraman. Bir dona like bosib, bizani podpishka qilib olasizlar. Xo'p, bu quyma elemin gulli bo'lgan, 8 ga 8 shtokadan yasalgan. Toza kraskada bo'lgan. Buni 1 metri necha pul oladi klientlarimizga, oke? Xo'p, buni 1 metri 1 million 200 ming so'mdan chiqarib beramiz. 1 million 200 ming so'mga oladi. Xo'p, bu gulli variantimiz qanaqa? Xo'p, bu ham o'sha 8 ga 8 ga o'xshatib, mana bu yerda trubali qilib stok ishlangan. Bu yog'i yong'oqli deydi mana aytini. Shunday gulli qilib ishlab chiqarilgan. Xo'p, buni 1 metri necha pul oladi? Buni 1 metri 900 ming so'mdan chiqarib beramiz. 900 ming so'mdan aylanadi. Bu ko'rinishdagi perelamiz qanaqa ekan? Xo'p, bu ko'rinishdagi high-tech spat deyiladi, matchlik ham deyiladi buni. Bu ham o'sha 8 ga 8 stokada ishlangan, buni 6 ga 6 stokada ishlasa ham bo'ladi. Puli arzonroq chiqadi. Endi ko'p joylarda mana 8 ga 8 stokani uzini qo'yishadi. Biz bunga yangilik qilib turib, 1,5 ga 1,5 qilib turib, managa profil qo'yganmiz. Har bitta stokasiga mana e'tibor bersangiz shunaqa. O'shani hisobiga sal qimmatroq chiqadi. Mana uni ham 3 ga 2 terasiga qo'yganmiz, chunki qo'l ushaganda odamga udobniy bo'lish uchun. Xo'p, bu 1 metr necha pul aylanadi ekan? Buni 1 metri 8 ming so'mdan chiqarib beramiz. 8 ming so'm. Xo'p, keyin nerjavishniy variantlarimiz, hurmatli do'stlar, bu nerjavishniy variantlarimiz qanaqa ekan? Xo'p, bu nerjaveka high-tech spatdagisi. Buni 900 ming so'mdan chiqarib beramiz. 4 ga 4 stokada har bitta spinkaga ikkitadan tushadi. Ikkitadan tushadi har birini. Har bitta zinaga ikkitadan tushib boradi. Buni stokasi bo'lmaydi, stokasi o'zida. Xo'p. Keyin hurmatli do'stlar, mana bunaqa oynali variantlarimiz ham bor. Bu qanaqa model ekan? Xo'p, bu oynali posanimiz, kolonna o'yna bo'ladi, sinmaydi-ku. Buni 1 million 200 ming so'mdan qilib beraman. Oq o'yna bo'ladigan bo'lsa, 1 million so'mdan qilib beraman. 200 ming so'm farq qiladi. Qora bilan oq o'yna bo'lganligi hisob. Shunaqa. Bu soqqali varianti. Bu metri 8 ming so'mdan aylanadi. Buni soqqasi ko'p okalar qo'ydiradi-da. Soqqasi ko'p okalar qo'yishadi. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, 1 million 200 dedingizmi? Gap yo'q. Keyingi modelimiz yo'q, 1 million 200 emas, 8 ming so'm. 8 ming so'm. 8 ming so'm. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu qanaqa model? Bu high-tech poso, profil o'zida ishlab chiqilgan. Buni metri 700 ming so'mdan chiqadi. 700 ming aylanadi. Xo'p. Bu qanaqa modelimiz aka? Bu balastinali deyiladi. Buni o'q varianti ham bor, tilla varianti ham bor. Uni talab va takliflarga qarab takliflarga qarab qilib beraveramiz. 1 metr necha pul oladi? Buni 1 metri 700 ming so'mdan aylanadi. 700 ming so'mdan oladi. Xo'p, oxirgi variantimiz Bagati variant. Bunimiz qanaqa fason? Bu o'sha profilli. Bu yangicha o'zimiz ishlab chiqdi. Buni metri 750 ming so'mdan aylanadi. Aylanadi? Bo'ldi. Faqat Abduvohidga keling. Bu aytilgan narxlardan, chunki meni obunachilarimda konkret oladigan insonlar ko'p. Azamatdan chiqdim, ko'rib telefon qolmasa, ozgina skidka qiladi. Skidkasi bor, hammasida bor. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, e'tibor berasizlar. Xohlagan modellarga perelarni yasab beradi. Manzilimiz bu yoqdan Olim polvondan kelaverish, shunday yonida Shoshtepan domlari bor. Bu yoq tomonda Flowers Garden gullari sotiladigan joy. Xullas, topib olish muammo emas, telefon qilsanglar, sizlarga lokatsiya ham tashlab beradi. Kelasizlar, tanlaysizlar, xudo xohlasa zakaz berasizlar, ishlarni bitirib ketasizlar.